Toshkent viloyati Mehnat Mustaqillik ko'chasida birinchi liniyada joylashgan pромышленный territoriyamizni sizlarga to'liq obzorini qilib bermoqchimiz. Umumiy maydoni 53 sotuv, birinchi liniyada joylashgan. Narojnoy parkovkamiz 30-40 ta mashina sig'adigan joyimiz mavjud. Endi sizlarga to'liq obzorini qilib bermoqchimiz. Obzorimizni ko'rishda davom eting. Assalomu alaykum. Ushbu territoriyamizga kirib kelishimizda ko'rib turganingizdek 60 metr fasad, uzunasiga 88 metr ikkita imorat qurilgan, ya'ni binolarimiz. Har bitta binoimiz ikki qatorli pishgan g'ishtdan va rigillarimiz 50 tali armaturadan solingan. Ushbu binolarimizni tashqarisida priлагающий o'zini внутренний parkovkasi ham bor. Bu yerda ham 30-40 ta mashina qo'yiladigan joylarimiz mavjud qadrdonlar va undan tashqari aytib o'tib ketishim kerak, oldi, ya'ni svobodniy ploshadimiz 7,5 sotuv va yonimizda yana 7,5 sotuv joyimiz mavjud. Umumiy olganda yana 15 sotuv joyimizga yana imoratlar solsanglar bo'ladi. Endi bo'lsa ichki obzorni to'lig'ini qilib beramiz. Ketdik. Binoyimizga kirib kelishimizda birinchi resepsiyonga ko'zimiz tushadi. Lestnичная zona. Birinchi xonamiz, ya'ni bitta ofisniy помещениямиz. Ofisniy помещениyadan chiqishimizda yana bitta xona qadrdonlar. Ya'ni sanuzelimiz va garderobimiz joylashgan. Tashqariga chiqadigan vyhodimiz. Va endi davom etadigan bo'lsa, ikkinchi qavatga ko'tarilamiz qadrdonlar. Ko'rib turibsizlar, hamma yoqda переводы qilingan отопительный sistemalarimiz mavjud. Ikkinchi qavatimizning birinchi xonasi qadrdonlar, yana bitta ofisniy помещение. Ichkarida yana bitta дополнительный xonamiz mavjud qadrdonlar. Davom etamiz. Bu yerda yana bitta дополнительный xonamiz o'rtoqlar. Bu yerda katta ofisniy помещениямiz mavjud. Mebellarimiz, konditsionerlarimiz hammasi Xitoydan под zakaz keltirilgan. Hammasi qoladi va har bir xonamizda sirkulyatsiyalar mavjud. Bu yana bitta qo'shimcha xonamiz, ya'ni direktorskiy xona. Obzorimizni davom ettiramiz. Bu yana bitta reception. Yana bitta katta xonamiz, ichkarida kladovaya, arxiv xonamiz hisoblanadi bu xonamiz. Uzun koridor bo'ylab yana bitta ofis pomещениямizga ko'zimiz tushadi. Boya aytganimdek, har bir mebel texnika qoladi. Har bir xonamizda sirkulyatsiyalar, konditsionerlar jihozlangan. Va bizning пожарный выходimiz мужской va женский tualetlarimiz, ya'ni sanuzellarimiz. Administrativniy binoyimizni umumiy maydoni 2643 kvadrat. Ya'ni bu binoyimizda двухконтурный котелlar nemetskiy o'rtoqlar. Obzorimizni davom ettiramiz. Endi производственный territoriyaga o'tyapmiz. Vysota потолков, ya'ni balandligimiz 5-8 metr o'rtoqlar. Оборудованиялар tipografiya bo'lib ishlab kelmoqda. Lekin agar qiziqqanlar bo'lsa, bu оборудованияларni ham narxini kelishamiz. Bu yerda yana bitta дополнительный xona, chap qo'limizda ham xonamiz mavjud. Va yana eng qizig'ini aytaman sizlarga, bu yerda katta stanoklar joylashgan bo'lib, tegimizda setkalar qo'yilgan, ya'ni 10 tonna vibratsiya bilan ishlab kelgan taqdirda ham hech qanaqa treshini, yorug' bermaydi o'rtoqlar. Har bitta tochkamizda sirkulyatsiyalar qilingan. Mana trubalarni ko'rsatib o'ting, fiksировать qilib o'tamiz. Va undan tashqari klimat kontrolimizning imkoniyati ham mavjud. Uni ham podключение qilish ehtimoli bor qadrdonlar. Bu yerda yana bitta katta xonamiz. Har bir xonada boya aytganimdek sirkulyatsiyalar, oynalar mavjud, отопительный sistemalar qilingan. Va endi bu xonamizdan chiqib kelishimizda navbatdagi xonalarimizni sizlarga qisqa qilib obzor qilib o'tib ketamiz. Chiqib kelishimizda ko'rib turganingizdek, kara bemalol ko'tariladigan tramplin qilingan, ya'ni spuskovой tochkamiz, bemalol любой tovarni olib kelib joylashtirsanglar bo'ladi. Bu yerda yana bitta katta xonamiz mavjud qadrdonlar. Ko'ryapsizlar? Va undan tashqari bu yona patologlarimiz
6 metrga yaqin. Har bir binolarimiz devorlari, qurilishi juda ham sifat bilan qurilgan. Boya aytganimdek, ikki qatorli pishgan g'ishtdan solingan, hech qanaqa qo'ltiyda qilinmagan qadrdonlar. Oxirgi xonamiz, ya'ni o'sha administrativniy zdaniyamizni orqasida joylashgan ushbu xonamizni kvadratini ko'rib turibsizlar. Har bir administrativniy, undan tashqari ishlab chiqarish pomesheniyalarimiz 300 kvadratdan 600 kvadratgacha. Boya aytganimdek, umumiy maydoni 2643 kvadratdan iborat o'rtoqlar. Endi biz hozir maydonimizning orqa tarafiga o'tyapmiz. Bu yerda yana bitta xonamiz mavjud. Hozirgi kunda свободного назначения kladovka qilib qo'yilgan. Bomba убежище desa ham bo'ladi, to'g'rirog'i. Bu yerda yana bitta kotelniy xonamiz, nemetskiy kotellar qo'yilgan. Har bir xonamizdan unumli foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari joyimizning egalari juda ham ekinlarni, o'simliklarni yaxshi ko'rishadi. Bizning zeleniy zona, ya'ni boya aytganimdek 7,5 sotov chamasi maydonga ega. O'ng qo'limizda qo'y, yemlari joylashgan joylar, somonxonalarimiz va undan tashqari o'zimizning dehqonchilik asalariga ham imkoniyatli qilingan. Chunki joyimizning egalari juda ham hayvonlarni, jonivorlarni, ekinlarni yaxshi ko'rishadi qadrdonlar. Endi yana davom ettiramiz. Toki binoyimizning orqasida karchirimiz ham mavjud o'rtoqlar. Shunchalik ishchilarni, xodimlarni hurmat qiladigan joy egalarini biz ko'rmaganmiz. Oshxonadagi produktlargacha eng sifatli darajada foydalanar ekan akamiz. Va undan tashqari ikkita avtonomniy energiya обеспечение qilib qo'yishgan, ya'ni TP 400 talik va 250 talik birinchi xonamizdan boshlaymiz. Endi bu ikkinchi binoyimizning navbatdagi xonasi. Har bir xonamizda oynalar mavjud, освещениялар qilingan. Hozirgi kunda bu xonalardan foydalanilmayapti va navbatdagi xonamiz ikkinchi xona bo'lib, bu o'zi aslida konvertning xona bo'lish kerak edi. O'rtada lekin gipsokarton qilingan, uni buzib olib, ya'ni studiya. Shu binoni oxirigacha uzaytirib ulab olsa bo'ladi. Va endi ko'rib turibsizlar, karalarga sputsklar qilingan. Orqa vходda ham, yonida ham va har bir xonalarimizda oynalarni ko'rib turibsizlar. Visatalarimiz baland. Chap qo'limizdagi binolarimiz ham ofisniy va производственный, ya'ni konveyerniy. Bu o'zi lentaga moslashtirilgan xonalarimiz. Kirib fiksatsiya qilsangiz. Bu yerdagi endi dukontrni kotellarimiz italyanskiy, narigi binoyimizda nemetskiy, bular italyanskiy va hattoki shuni ham aytib o'tib ketay, turbalarimiz anti-korroziya qilingan, ya'ni zanglamasligi uchun pojarniy безопасностьli qilingan, отоплениyalar qo'yilgan, освещениyalar mavjud. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Bu oshxonamiz xodimlarimiz uchun qilingan oshxona, hamma оборудование, mebellar qoladi. Va undan tashqari endi bu binoyimiz, ya'ni qora suvodan chiqqan chernovoy отделка. Bu binoyimizning qismi o'zi ofis uchun mo'ljallangan. Va endi o'ng qo'limizda katta ofisning помещение uchun joy qilingan va ko'chamizga qaraydigan oynalarimiz. Skvoznoy. Ikkita oynani ochib qo'ysanglar ham shunaqa binolar chiroyli va aqlli qurilganki, skvoznoy sistema qilingan. Ya'ni yozda salqin, qishda issiq. Bu yerda chap qo'limizda sanuzel, orqa obzorimiz, ya'ni yo'l yuziga qaragan va undan tashqari kichkina ofisniy pomesheniyalarimiz. Bitta, ikkita, uchta va undan tashqari eng главный direktorskiy xonaga mo'ljallangan va aytib o'tishim kerak, главный учредительlik xonasi ko'chaga qaragan va vходimizga, parabniy darvozamizga qaragan joyimiz va parkovkalarimiz ko'rinib turibdi. Sizlarga yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. 4 ta Damas, bitta Spark, 3 tonnali karamiz Volkswagen qoldiriladi sizlarga va uni ham shu narxi ichida sotiladi o'rtoqlar. Davom etamiz. Obzorimizni davom ettiramiz qadrdonlar. Ikkinchi binoyimizning navbatdagi xonasi kirib ko'rishimizda
производственный помещение ko'zimiz tushadi. Chap qo'limizda skladskoy помещение, mana bu prabor ochilgan, lenta, ya'ni konveyerni lentaga mo'ljallangan joyimiz, devorlarimiz qalinligiga urg'u beramiz, e'tibor beramiz. Har bir xonalarimizda oynalar mavjud, sirkulyatsiyalar, yozda salqin, qishda issiq va undan tashqari boya aytganimdek, ikkita tepa qilingan 400 talik va 250 talik katta darvozamiz, o'zimizning goroskoy vodokanalimiz, kanalizatsiyalar jihozlangan qadrdonlar va undan tashqari bonusiga ZIL avtomobilimiz ham beriladi. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrdonlar 2 million 900 ming AQSh dollari belgilandi. Sunnatga muvofiq yana chiroyli kelishtiriladi. Ya'ni to'lovlarimiz, oplatalarimiz, перечисление 100%. Investor akalarimizga juda ham bonusli va optimalniy, likvidniy joyimiz. Sizlarga eng zo'r предложениyalarni qilishda davom etamiz. Bizdan eng zo'r obyektlarni kutib qolinglar qadrdonlar. Bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.